Quruq yuzli uchun uxodviy liniya Ramplab doktor liniyasidan. Qaranglar qizlar, sizlarning yuzingiz juda ham quruq bo'lsa, bu liniyani hammasini baravarga ishlatsanglar bo'ladi. Agar kombinirованный bo'lsa, baravar ishlatmanglar, chunki yuzinglarni juda ham chuqur namlantirib boradi. Buni orasidan bittasini tanlab ishlatib qo'shsanglar bo'ladi uxodiylarning orasiga. Masalan, tonerini yoki bunisini losyonni yoki-da ampulasini yoki-da kremini uxodiylarning orasiga qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yerda gidrofilkasi, kremoviy tekstura, umivalkasi, toner 3 xil hajmda bo'ladi, ya'ni mana bunaqa kichkinaroq, o'rtancha hamda mana bunaqa katta tonerimiz bo'ladi qizlar. Buni xohlaganingizdan bittasini olasizlar, hammasini olishingiz shart emas uchalasini. Losyon o'zi nima? Bu kremdan yengil bo'ladi, teksturasi yengil bo'lgani uchun yuzda lyoqqa yotgani uchun ko'pchilik kunduzgiga losyon ishlatishadi. Makiyajdan oldin ham ishlatishadi yoki kechqurungi uxlatgan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Prosta teksturasi yengil bo'ladi. Ampulasi bu yuz uchun hamda tegidagi kremi bo'ladi qizlar. Yuzni chuqur namlantirib beradi, pash balansi buzmaydi, chувствительный, sezgir, allergichni terilarga ham to'g'ri keladi. Hattoki sizlarda kuperoz bo'lsa ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Kuperozni qo'zg'atmaydi, allergichni reaksiyalar chaqirmaydi. Ishlatib ko'ringlar, Koreya mahsuloti juda ham zo'r liniya, yuzlarni zo'r chuqur namlantirib beradi. Suv balansi normaga soladi. Exisway bilan yuzingizga g'amxo'rlik qiling. Exiswaydan uxodviy naborlarimiz keldi. Tarkibida yashil choy hamda senfella ekstrakti bo'lgan bu umvalkamiz terini ortiqcha yog'lardan tozalaydi hamda teri immunitetini mustahkamlaydi, yuzdagi quruqlikni yo'q qiladi va terini tinchlantirib beradi. Umvalkadan keyingi uxotda tonerdan foydalanamiz. Bu toner bizda yuzingizni chuqur namlantirib beradi hamda tinchlantiradi. Buning tarkibida oqartiruvchi xususiyati ham bor. 5% niacinamid esa dog'larni yo'q qilishga yordam beradi. Natijada teringiz tiniqlashadi va porlaydi. Bundan keyingi o'rinda serumlardan foydalanamiz. Bu serum teringizni chuqur namlantiradi va yuzingizga yaxshi singib beradi. Yaxshi singib bergan bu serumimiz yopishqoq qatlam qoldirmaydi, yog' balansini normada bo'lishini tartibga solib beradi. Ikki xil ko'rinishda shunaqa kremlarimiz ham bor. Duo kremi teri muvozanatini normallashtiradi va yuzdagi muammolar bilan kurashadi. Shikastlangan terini davolab beradi. Bularning tarkibida glitserin va centella ekstrakti mavjud. Bu kremimizda tarkibida gel suv, ya'ni intensiv namlantiruvchi krem, qora dog'larni yo'qotishga yordam beradi. Tarkibida niacinamid, pantenol, propolis ekstrakti bo'lgan bu krem yuzingizni tinchlantirib beradi. Keyingi o'rinda shunaqa SPF'lardan foydalanamiz. Bu SPF'larimiz quyosh ta'siridan va boshqa turmush xususiyati ta'siridan xalos qiladi. Yuzingizni yengil namlantiradi va tinchlantirib beradi.